Assalomu alaykum. Beyler qanchadan bo'ldi aka? Satılyapti 70'ten. 70 mingdan sotilyapti deydi. Sizniki qancha oldi? 70 sotilyapti bo'ldi. Assalomu alaykum. O, qulundar qanchadan bo'ldi? Kurundar 31'den buldu var. 31 mingdan aldingizmi? Aldım o. Erkek urg'ochi ular. Erkek. Assalomu alaykum. Baytallar qanchadan bo'ldi? Baytallar 80'den. 80 mingdan bo'ldi. Tegizmi? Abi o ne de sorup var kaç gördüm. Qanchada o'tasiz? Qanchaga so'rab o'tasiz aka? 100 mingga. Chash qanday ekanlar? Yaxshi o'tirab ekan. Uyda qancha? 4 asli, 5 asli? 7-8 asli. 100 mingga so'rab turib, berib edi. Bu qancha oldi aka? Sotilibdi deydi. Ya bo'lishini aytmaysin, ne? Sizga baylanmasini ayt. Yaxshi be. Ya uyga ko'p. Qanchaga sotdingiz? Qanchaga sotdingiz? 33 kar. 33 mingga. Erkaklar urg'ochi. Urg'ochi. Tamam, seniki qancha oldi? Satılmadı aka. Sotilmadi. Qanchaga so'radi bozor? 55. 55 mingga. Aql seniki qanchaga so'radi? Nasıl? Qanchadan olding? 57,5 oldu. 57.500 bo'ldi. Sami qancha oldi? 85 ming bo'ldi. Hadi yaga soğan var ya. Qanchadan bo'ldi ular? O qanchadan bo'ldi ular? Yok. Ular 100 mingden. 100 mingdan bo'ldi. Sen qancha oldi aka? 80 ming bo'ldi. Tuğanım qancha oldi? Tuğa. 82 ming bo'ldi. Qancha oldi buqa tuğanım? 65 oldu. 65 ming bo'ldi. Sen qancha oldi? Satılmadı. Qanchaga so'radi? Qanchaga so'radi? 86. 86 mingga so'radi. Qanchadan bo'ldi? 100 mingdan bo'ldi. Semiz, so'yishqa. Buqalar qanchadan bo'ldi? Olmadı satılmadı. Sotilyapti. Bundan sonra Bu qancha oldi aka? ya satılmadı. Qanchaga so'radi? Sanal. Birinchi kejida. Burada cinli olur aslında. Kameraya çıkıyor. Evet. Maşına var, payguraş maşına. Torpaqlar qanchadan bo'ldi? Aytmadi bosim. Qancha oldi buni? Buqa. 60 ming bo'ldi. Torpaq qancha oldi aka? 21 ming bo'ldi. Bu qancha oldi? 53 ming bo'ldi. Qulachi qancha oldi? Yo'q. Drabilkalar qanchadan? 26 milyon. 26 ming. Universal çöp. Nomerini aytib ketgin? Tegrab 455 milyon. 71. Ot. Resmen çok oldu lan. Ладно. Bunday drabilkalar satıptır. Naka nomeri 755 55 30 71 ekan. Bası 26 ming ekan. Çoğ ekan da sizdaga. Uy qancha oldi tuğanim? Satılmadı o. Satılmadı. Birinchi keji. Bu qancha oldi tuğan? Evet satılmadı mı? Tamam. Qanchaga chiqdi? 115. 115 ga chiqdi. Satılmadı deydi.
kaç oldu? 91 bin oldu. Uy kaç oldu? 80 bin boltur. Korkma Allah'a. Pazar qanday oldu aka bugün? Pazar kımbat gibi. Qımbat. Pazar qımbat bugün. Toprakta kımbat gibi. 30'un üstü. Bir mal alsam yeter mi? Uy kaç oldu burası? Satıl vardı. Qanchaga so'rashdi? 82. 82 mingga so'rab turibdi. Biroq sotib yubordi. Torpaqlar qanchadan bo'ldi? Satıl var. Pazar bekar oldu. Bozor bekor bo'ldi. Torpaq qancha oldi aka? Sotib yubordi. Qanchaga so'radi? 20 mingga so'rabdi. Qisqalar. Dobra. 100'ga bosab menga qolsin o'sha. Torpaqlar qanchadan bo'ldi? Turan. Torpaq qancha oldi? 29 can. 29 ming bo'ldi. 100 ming berdim o'shaga. Dangal berdim ama. Uy qancha oldi? Qancha oldi? Aslan alacağım abi. Birinchi kecha. Birinchi kecha. Birinci keyci. Bozor qanday oldi? Turan? Zakçı zor. Ava bu qancha oldi? 70. 70 dedi. Uy qancha oldi aka? Qancha oldi bunaqasi? Ya kumachilar qanchadan bo'ldi? Sizniki? 45 ming, 50 ming deydi. Kumachi qancha oldi? 60 ming bo'ldi. Uy qancha oldi tuğanım? Arzon bo'ldi aka 55. 55 ming bo'ldi. Sami balasi bilan. Ha. Yok, torpaq qancha oldi? 21 ming so'm bo'ldi. Eğer kaçtan geldi? 7 ming so'm sonuna gerek ekan birovar. Bomboydu mu? Yaxşı takım.